Eng pastki ishlardan biri insonning yaxshi xulqidan foydalanishdir. U saxiy bo'lsa shilib olasiz, kechirimli bo'lsa unga nisbatan xato qilasiz, sizga ishonsa uni aldaysiz, mas'uliyatli bo'lsa uni yukini og'irlashtirasiz, muloyim va yuvosh bo'lsa uni mensimaysiz. Keyin esa u portlab sabri tugaganda ana asl basharasi ochildi deysiz. Yo'q, bu uning asl yuzi emas. Bu siz loyiq bo'lgan muomaladir. Alloh taolo aytadi, Alloh yomon gapni oshkora aytishni xush ko'rmaydi. Faqat zulm qilingan kishi bundan mustasno. Bu insonga zulm qildingizmi? Endi uning javobiga va unga qilgan ishlaringiz oqibatiga chidang. Alloh taolo g'azab yutganlar haqida aytgan, lekin boshqa o'rinda ko'zga ko'z, tishga tish va jarohatlarga qasos vojib deb ham aytgan. Eng pastki ishlardan biri insonning yaxshi xulqidan foydalanishdir. U saxiy bo'lsa shilib olasiz, kechirimli bo'lsa unga nisbatan xato qilasiz, sizga ishonsa uni aldaysiz, mas'uliyatli bo'lsa uni yukini og'irlashtirasiz, muloyim va yuvosh bo'lsa uni mensimaysiz. Keyin esa u portlab sabri tugaganda ana asl basharasi ochildi deysiz. Yo'q, bu uning asl yuzi emas. Bu siz loyiq bo'lgan muomaladir. Alloh taolo aytadi, Alloh yomon gapni oshkora aytishni xush ko'rmaydi. Faqat zulm qilingan kishi bundan mustasno. Bu insonga zulm qildingizmi? Endi uning javobiga va unga qilgan ishlaringiz oqibatiga chidang. Alloh taolo g'azab yutganlar haqida aytgan, lekin boshqa o'rinda ko'zga ko'z, tishga tish va jarohatlarga qasos vojib deb ham aytgan.